Katta kvadratli kvartirani arzonroqqa qidirib yurganlar uchun ideal variant Sergeli Betonkada Sokin makon жилой kompleksining orqasidagi 5 etажli g'ishtli domimizning 4-etajida 125 kvadrat to'rt xonali kvartirani kvadratiga $624, ya'ni $78,000 ga arzon qilib beramiz. Bemalol 5 xona qilib foydalansangiz bo'ladi. Mana podizlarni ko'rishlaringiz mumkin. Zinalar baquvvat, mana ikkita qo'shni bor. Mana podizlar ham katta. Mana kirganimizda baquvvat eshik, mana kirganimizda kattakon hol. Bemalol bu yoqqa televizor qo'yib, divan zona hol foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda kattakon zalimiz, umumiy tanishtiramiz birinchi. Bu yerda oshxona, balkoni bor. Ikkinchi xona, sanuzellar alohida, 3 va 4-xonalardan iborat. Kirganimizda mana chap qo'lda birinchi kattakon zalimiz. Zalda razmerlarini ko'rishlaringiz mumkin, juda katta. Buni bemalol agar 5 xona qilib foydalansangiz, xona soni ko'proq kerak bo'ladigan bo'lsa, o'rtasidan bo'lib alohida kirib chiqadigan va alohida har bittasini romi, eshik romi bo'ladigan xonalar qilsangiz bo'ladi. Bundan o'tganimizda kattakon oshxonasi, mana choy o'tirgan joyi, stol ham qo'ysalaringiz bo'ladi bemalol. Gazlashtirilgan, do'kvotirni kotelda isitiladi, issiq suv chiqariladi. Wi-Fi'largacha kelib turibdi. Bu yerda balkoni taxminan 1.20 ga 3 metrlik balkon. Xo'p, bu yerda mana kosmetika remont qilingan, emulsiya qilingan, kirib yashashga tayyor. Videoda endi yaxshi ko'rmasligi mumkin mabodoga. Bu ikkinchi xonasi. Har bitta romlar tagida yaxshi ikkitalik qovurg'adan qo'yib ketilgan. Xohlasangiz ko'paytirasizlar bemalol. Bu yerda sanuzellari alohida mana eng yaxshi tarafi. Kir mashina qo'yish uchun joylari tashlab ketilgan. Bu yerda mana sanuzeli, uvaligi ham bor. Xo'p, bu yerda 3-xonasi. Bu yerda 4-xonasi. Mana shu 4-xonaning bu yerda ko'proq tashlab ketilgan ekan qovurg'alar soni. Xo'p, bu yerda ko'rsangiz kattakon dala, bu tarafda aeroport qurilyapti, bilasizlar. Saudiya va Yaponiya bilan birgalikda juda katta aeroport bo'ladi. Bu shahar o'rtasida qolib bu yerda farmatsevtika instituti kelyapti, orqa tarafda ham qurilish bo'lyapti. Bu tarafingizda mana 16 etajga dom qurilyapti. Parkovkalarga joy bemalol. Bu yog'ingizda mana 16 etajkalar уже qurib bitilgan. Sokin makon жилой kompleksi ikkinchi versiyasi. 47 tami 16 etajga dom qurilgan. To'g'risida hozircha dom yo'q. Bu taraf yo bolalar bog'chasi yoki parkovka bo'lishi mo'ljallanayotgan ekan eshitishimizcha. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Sokin makon жилой kompleksining shuni orqasida Sergeli Betonka bu. Eng yaqin metro 5-metro bekat, Chinor metro bekati hisoblanadi. Taxminan 4 ostanovkalik yo'l, avtobuslar qatnayotibdi. Sokin makon yonida, Betonkaning bo'yida metan zapravka bor, Shahrsabzi milliy taomlari, bu yerda korzinka ham ochilgan. Korzinka ishlab yotibdi. Maktab mana shu o'rtalikda bo'ladi. Taxminan 250-300 metrlik masofada sentyabrda ochiladi, xudo xolasa, davlat maktabi. Keyin Qorako'l maktab degan, mana bu yerda xususiy maktabim bor, mana Qorako'l yozib qo'yibdi. Lokatsiyasi mana yaxshi joyda. Narxi $78,000, 1 kvadrat metriga $624 dan aylanyapti. Faqat naqdga sotiladi. Ipoteka kreditlarga berilmaydi. Ulgurib qoling. Bu 5 etajli domimizning 4-etajida. Pastdan umrga aloqa chiqarasizlar. Kvartira o'rtada joylashgan, g'ishtli, tashqi tomoni bazalt qilingan. Videolarni qo'yib ketamiz. Bu degani qishda issiq bo'ladi, yozda salqin bo'ladi degan. Pastdan umrga aloqa chiqarasizlar. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.